Kelinglar sizlar bilan bir xayolni yoyamiz. Tasavvur qilinglar, sizlarni qo'yadigan reelsinglar, bu sizlarni produktinglar. Sizlar unga vaqt ajratasizlar, sizlar unga xarajat qilasizlar, sizlar u ishga o'zinglarni qo'yasizlar va sizlarga kirib ko'rgan odamlar sizlarni xaridoringlar, ya'ni like qo'ygan zo'r, lekin qo'ymaganlar reelslar bo'ladi, bir 100 mingta 200 mingta prosmotr, tak like'lari atigi mingta bo'ladi. O'sha mingtadan tashqari qolgan ko'rgan odamlar sizlarga qarzdor bo'lib ketadi. Ya'ni tushuntiraman. Tasavvur qilinglar, sizlarni reelsinglar oddiy kofe olaylik, kofe shopga kirasizlar, ularning mahsulotini olasizlar, ichasizlar va pul to'laysizlar. Pul Instagram tilida bu like. Subscription undan ham zo'r. Masalan, kofeda anaqa beradi-yu, membership card, o'sha narsa bu subscription. Pul bu like, tasavvur qilaylik, va sizlarning reelsinglar bu kofe. Ya'ni shuncha million, 100 mingta, 200 mingta odam kirib, kofelarni ichib, pul to'lamay chiqib ketadi. Men o'zim uchun so'ramayman, prosta Instagramdagi disbalans aytayapman-da. Mana deylar.